mana shu gruppani chiqarib oling, mana shu gruppani chiqarib oling deymanda. Shunda diplom berishgandan keyin men yo'q bo'lib qolaman-da. Даже telefon qilib ham topisha olmaydi-da. Hech qanaqa anaqa bermay dam olaman-da. Keyin 1-2 kun uyda o'tiraman-da, keyin videolarni ko'raman, odzivlarni ko'raman. O'sha qizlar gapirganlarni ko'raman. Keyin u menga motivatsiya beradi. Keyingi harakatim uchun Men sizga kelib shogirdlikka tushib, o'zimda ishonch uyg'ondi qaytanga. Bergan bilim metodikalaringiz bilan ko'zim yetdi. Men bemalol ishlab, даже tashxislab ham metodika orqali rezultatga chiqarishi, korreksion ish qanaqa qilib olib borilishini tushundim. Sizni bilimlaringiz orqali. Bu uchun kattakon rahmat. Bergan bilimlarni uncha ustozlar bera olmaydi. Sizni ko'rgan odamchi, masalan, kichkinaga o'zi deydi, lekin mana dars o'tdingiz-ku, anaqa qilolman. Qarab tursan, ichingiz to'la bilimli. O'rnida, joyida, qaysi joyda nimani berishni bilasiz-da, bizga zo'r yetkazib berasiz. O'sha mana bunaqa narsani tushuntirib o'tib ketasiz, yozib olamiz biz. Zo'r tushuntirib berasiz. bosib ishlang, naborot, zo'r ishlang. Bilsan, что biz shu yerda zo'r natija qilyapmiz. Qayerdadir rezultat qilsanglar, men mazza qilaman shu narsaga. Ustozim deyman-da sizni. Bemalol faxrlanib aytaman hozir. Boshida ikkiranishingiz yechilgan bo'lsa, to'lagan pulingiz oqlangan bo'lsa, o'sha eng muhimi menga o'shada.